Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Xo'p, o'z uyida vidgras ishlab chiqarayotganlar uchun bir maslahat. Bu мясорубка to'g'risida maslahat bo'ladi. Mana bu sokovыжималка, shnekoy bilasizlar. Mana shunaqani ishlatib bir oy ishlatdik. Buni mana bu shnek deyiladi. Mana bunaqa mayda setkadan chiqarib berardi. Endi bu nima bo'ldi desa, bu haligi o't preslanib, zichlashib, o'tni o'zi quriroqda nisbatan, mevalarga nisbatan. O'shaning uchun bu yerga zichlashib qolar ekanda, keyin qattiq mana bu narsa davleniya qilgani hisobiga bu yerda setkani yorib yuborar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana. Mana yorilgan joyi. Mana shu po'latdan qilingan setka. Shuni yorilib ketar ekan, buni qayta ishlatib bo'lmas ekan. Va bu detalini hech qayerdan topa olmadim. Yangiobodda ham topa olmadim. O'sha olgan magazinimdan ham so'radim. Bunaqa detal yo'q deyishdi. Ishqilib bu hozir keraksiz bir matohga aylandi. Endi o'shaning uchun vaziyatdan chiqish uchun nima qildik biz? Mana oddiy mamlaqa elektrichеский мясорубка deydi-yu, shunaqada maydaroq tishini qo'yib, mashinada chiqaryapmiz endi vidgrasni. Mana bu bunaqa qiyin emas. Ozgina olib boshdan qilib chiqaramiz. Yaxshi chiqadi, unaqa qiyin emas. Uzoq vaqt ham olmaydi. Mana boshdan qilib bosib chiqarilaveradi. Xullas bu jarayon tushunarli. Xo'p, buni chiqarib olganimizdan keyin nima qilamiz? Buni mana bu massa chiqqandan keyin bitta tog'oracha olib, ustiga 4 qavat oddiy marlani solib, marlaning ichiga mana bu massadan solib, qattiq qilib siqib chiqarilsa, ancha so'k chiqadi. To'g'ri, mana bu shnekli anaqa sokovыжималка nisbatan sal kamroq bo'ladi, где-то bir 5-10% kamroq so'k chiqadi. Lekin chiqadi, vaziyatdan shunaqa qilib chiqib ketdik. Hozir mana shunaqada chiqaryapmiz, yaxshi, natija yomon emas. Так что mana shu uyda kim o'zi ishlab chiqarayotgan bo'lsa, o'stirayotgan bo'lsa, mana shu vidgrasni mana bunaqaga ovora bo'lmagan ma'qul ekan. Oddiy mana shunaqa elektrichеский мясорубка, mayda tishli, shundan chiqarib, marladan ezib chiqarib, shunaqa so'q quvurasizlar. Taninglar sog' bo'lsin. Yaxshilikni ko'rishinglar.